Shu yilning 18-mart kuni davlatimiz rahbari Samarqand viloyatiga tashrifi chog'ida Narpay tumanida ham bo'lib, hududda islohotlarning borishi bilan yaqindan tanishgan edi. Va bu jarayonda tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish, odamlar uchun munosib turmush sharoiti yaratish va mavjud muammolarni hal etish yuzasidan zarur topshiriqlar berish bilan birga hududga salmoqli mablag' ajratilishini ham bildirgandi. Oradan ko'p o'tmadi. Prezident belgilab bergan vazifalar, topshiriqlar ijrosi tuman iqtisodiy ko'rsatkichlari hudud qiyofasida aks eta boshladi. Narpayliklar esa bu o'zgarishlarga o'z hayoti misolida guvoh bo'lmoqda. Joriy yilning 18-mart kuni davlatimiz rahbarining Narpay tumaniga tashriflar davomida Narpay tumanida juda ko'p islohotlarni amalga oshirishga asos bo'ldi. Buni zamirida Narpay tumaniga juda katta miqdorda mablag'lar ajratildi. Bu mablag'larning aksariyat qismi shu tumanimiz aholisini farovonligini oshirish, daromadini oshirish, ish o'rinlari yaratish, har bir oilaga tinchlik, farovonlik olib kelish juda katta rol o'ynayapti. Uning ichida ijtimoiy obyektlarda qurilishlari bor, qurilish infratuzilma obyektlarimiz bor, tadbirkorlar uchun qulayliklar yaratilgan obyektlarimiz bor. Birgina misol, Narpay tumaniga kelgan tashriflarida davlatimiz rahbari Narpay tumanida maxsus sanoat zonasini tashkil etish bo'yicha hech qachon bo'lmagan 100 gektar yerni maxsus sanoat zonasiga aylantirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Ushbu topshiriqlardan keyin tezlikda ushbu yer maydonlarining toifalari o'zgartirilib, sanoat toifasiga o'zgartirildi. Qarang, bu infratuzilma bilan ta'minlash uchun 100 gektar yerimizga 89 milliard so'm mablag'lar ajratilib, o'zi bugungi kunda kelib turib, quruvchilari, loyihachilari hammasi tanlanib, ishlar boshlab yuborildi. Bundan tashqari, joriy yil uchun bizda tadbirkorlik subyektlarimizga 360 milliard so'mlik yil davomida imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Bu 360 milliard so'm mablag' har bir 53 ta mahallamizga o'zini teng taqsimotga bo'linib shakllanyapti. Buni negizida mahalladagi har bir tadbirkorga hokim yordamchilar tomonidan mikro loyihalar tashkil etilib, ularga mablag'lar ajratish orqali o'sha mahalladagi kambag'al oilalarni ish bilan ta'minlab, daromadini oshirish uchun mablag'lar yo'naltirilmoqda. Kredit deysizmi, subsidiyami, ssudalar asosida har bir oilagacha mahalla bankirlari kirib boryapti. Davlatimiz rahbarining 18-martda kelib tashriflarida tijorat banklariga, bizga biriktirilgan banklarga topshiriq berdi. Har bir mahallani sun'iy intellekt orqali rivojlantirish loyihasini ishlab chiqinglar dedi. Mana har bir mahalla kesimida ishlab chiqildi bu loyihalar. Tumanda amalga oshirishimiz kerak bo'lgan har bir qishloqlarda, har bir mahallada nima loyihani amalga oshirsak daromad keltiradi, nima loyihani oshirsak u o'zini keng qamrovli bo'ladigan o'zini isbotlarini ko'rsatib bermoqda. Ushbu yo'nalishlarda, masalan, shu berilgan topshiriqlarda joriy yilning birinchi yarim yillik yakuni bilan erishilgan natijalarni ko'radigan bo'lsak, birgina sanoatimizni ishlab chiqarishi o'tgan yilgi mos davriga nisbatan 113% ga, xizmatlar hajmi 118,2% ga o'sganligi o'zini isbotini ko'rsatmoqda. Qishloq xo'jalik mahsulotini qayta ishlash loyihasi Narpay tumanida bugungi kunda yo'q desak ham bo'ladi. Lekin mana hozir ko'rib turganimizdek, mana yangi loyihalarimiz, 3 ta yangi loyihalarimizni rejalashtirganmiz. 2 ta muzlash katta omborxonamiz, bitta quvvati 3000 tonnalik meva sabzavotni qayta ishlash, quritish, qadoqlash orqali eksportga chiqaradigan yangi Narpay Invest korxonasi tomonidan qiymati $5 million Xitoy davlatida ishlab chiqargan asbob uskunalarni olib kelib, mana o'rnatib, xudo xolasa mustaqillik bayrami arafasida ushbu loyihani ishga tushirish bo'yicha juda katta rejalarimiz bor. Buni orqasidan qariyb 70 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Sanoatimiz hajmi o'rtacha 50 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari qo'shiladi. Soliqqa o'rtacha 2,5 milliard so'mlik soliq tushumi ta'minlanadi. Bu mana shunaqa korxonalarni qo'llab-quvvatlash, mana shunaqa yangi korxonalar izlab topish natijasida tumanimizni rivojlantirishga juda katta o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Ikkinchi yarim yillikda 17 ta loyihalarimizni ishga amalga oshirishimiz kerak. Bularning natijasida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda 1.6 trillion so'mga, ya'ni 110% ga yetkazishni olib juda katta maqsad qilib qo'yganmiz. 2026 yil yakuni bilan Narpay tumani yangi rivojlanadigan jadal tumanga aylanadi.
Prezident tashrifidan so'ng tuman infratuzilmasini yaxshilash, ijtimoiy soha obyektlari va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan qurilish ishlari hajmi ham avvalgi yillarga nisbatan 2 barobar oshdi. Tuman ahlining necha 10 yillardan buyon qiynab kelgan muammolarga yechim topildi. Narpay tumanida jami barcha dasturlar doirasida 2026 yil uchun 397 milliard so'mdan ortiqroq, qariyb 400 milliard so'mlik mablag' ajratildi. Jumladan mana shu investitsiya dasturlari doirasida 2026 yilda jami 13 ta obyektimiz bo'ladigan bo'lsa, shunga 75 milliard ajratildi. Shundan 2 ta maktab, 2 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda 7 ta sog'liqni saqlash obyekti hamda boshqa obyektlar. Bugungi kunda mana shu maktabimiz, hozir ko'rib turgan maktabimiz No'g'ay mahallasida joylashgan 31-maktabimiz jami 11 milliard so'm mablag' ajratildi. Bunda mana shu mavjud maktabni, ya'ni 410 o'rinli maktabni mukammal ta'mirlash hamda bundan tashqari 270 o'rinli qo'shimcha bino, chunki ikki koeffitsiyentga yetganlik sababli qo'shimcha bino qurib berilyapti hamda bolalar sport maydonchasi qurilyapti. Hurmatli prezidentimizni mana shu tumanimizga tashrifi doirasida bizlarda eng katta muammolardan biri mana shu Oqtosh ichimlik suvi masalasi bor edi. 1960-62 yillarda tortilgan hamda oqova suv tarmog'ini yangilash hamda oqova suv inshootlarini tozalash, inshoot qurish masalasi bor edi. Bunga ham 80 milliardga yaqin mablag' ajratildi. Bundan tashqari mana shu xalqaro I-37 yo'limizdan o'tgan yo'limiz bor, yonida Mirbozor bozori joylashgan. Ushbu bozorga o'tib qaytuvchi piyodalarimizga birmuncha qulaylik yaratish maqsadida mana shu piyodalar o'tish joyi, ya'ni piyodalar tunneli qurilyapti, piyodalar o'tish joyi qurilyapti. Bunga ham 20 milliardga yaqin mablag' ajratildi. Bugungi kunda qurilishlar jadal olib borilyapti. Charxin mahallamizda yo'l bo'yi infratuzilmasi, ya'ni tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ham 1 milliarddan ziyod ortiq mablag' ajratilgan. Bunda ham ishlarimiz jadal ketyapti. U yerda tadbirkorlik subyektlarini joylashtirib, yo'l bo'yi xizmat ko'rsatish obyektlari ishga tushiriladi. Tumanimizga bu oxirgi yillarda buncha mablag' ajratilmagan, sabab o'tgan yil ham barcha dasturlar doirasida 140 milliardga yaqin mablag' ajratilgan. Ushbu mablag'larni bizlar samarali foydalangan holda mana shu o'z vaqtida sifatli qilib xalqimizga yetkazishni ta'minlaymiz. Davlat rahbarining Narpayga tashrifi tuman hayotida yangi davrni boshladi va eng muhimi, bu yangilanish 1 yoki 2 yillik emas, hududning keyingi barqaror rivojlanishiga katta turtki bergan uzoq muddatli harakatga aylanmoqda.